Qaranglar, bugun nimani mukbang qilamiz? Hech sirli xurmo yeb ko'rganmisizlar? Kelinglar, mazasini ko'ramiz. Shunaqa. Xurmoning ichiga sir va yong'oq qo'shilgan. Bu quritilgan xurmo ekan. Koreyada rosa ham qimmat ekan, buni qaranglar. Quritilgan xurmo, ichida sir va yong'oq. Qani buni mazasini ko'ramiz. Bismillah. Вообще soğuk ekan. Mazasi вообще cho'chib. Xurmoni sir bilan yesam bo'lar ekan. Xurmoni sir bilan yesa zo'r chiqarkan. Xurmoni sir bilan yeb ko'rganmisizlar? Wow. Xurmo, sir va yong'oq ta'mi kelib ajoyib ta'm chiqyapti. O'zbekistonda ham shunaqa narsa sotadimi? Agar sotsa, narxi qanchaligini kommentariyamda yozib qoldiring. Buni esa 300 grammini o'zbek so'mida shuncha narxga oldim. Lekin ta'mi juda ham mazza ekan.